Bugun sizlar bilan shalpangquloqlik haqida gaplashamiz. Shalpangquloqlik bu quloq suprasini katta bo'lishi. Meditsinada makrotiya deyiladi. Uni ikki xil turi bor. Birinchisi tug'ma, bu tug'ilganda bo'ladigan shalpangquloqlik. Ikkinchisi orttirilgan. Bu hayot davomida yosh kelinchaklarimiz, singillarimiz bolalarni beshikka, belanchakka noto'g'ri yotqizish natijasida kelib chiqadigan shalpangquloqlik. Shalpangquloqlik butun dunyo statistikasida 1-2% ni tashkil qiladi. Xo'sh, bu shalpangquloqlikni qanaqa davolasa bo'ladi? Shalpangquloqlik bu kasallik emas, nuqson hisoblanadi. Bu nuqsonni xirurgik yo'l bilan, ya'ni jarrohlik amaliyoti bilan bartaraf qilinadi. Bu operatsiyamiz nomi otoplastika deyiladi. Otoplastika hech qanaqa narkozsiz qilinadi, ya'ni bemorda mesni quloq orqasiga ukol qilinadi va teri kesiladi va tog'ay o'lchanadi va tikiladi. Shu bilan otoplastika amaliyoti tugatiladi. Bemorimizga bog'lam qo'yamiz. Bu bog'lam bemorimizga 5-6 kuncha turadi. Bu jarrohlik amaliyotimizdan keyin bemorimiz butunlay shalpangquloqlikdan xalos bo'ladi. Operatsiya narxini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentda plus belgisini qoldiringlar. Men narxini sizlarga jo'natib qo'yaman. Videoni esa quloq suprasi katta bo'lgan, shalpangquloq bo'lgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar.